Salom do'stlar, sizlar bilan Uzbek FC. Bugun sizlar bilan FC Mobile o'ynaymiz. Nima deysizlar? Nima qilasiz demoqchimisizlar? Uni hozir ko'rib olasizlar. Ortamına bak. Hadi. Bismillah. Fransa. Oh, Paris. Questo. İkisi oldu. Hoş. Hani ekstra time uçalamaz mı? Yok. Desem uçalamaz. Ana. Hani az 2,5 metrelik alacağımız. Bundan. Birinci teknikini açıyorlarımız. Hoş. Abi Maguire. Wow. Hop. 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 Prince. Singo. Hop. 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 Kim çıkardı bu yerden? Hoş. Oxirgisi sizlarga eng zo'r taktikani o'rgataman. Hali taktika hech kim bilmaydi. Deb bir narsani bosib tashlaysizlarda, bundan keyin o'tib Anriyni bosasizlar, Anriyni. Thuram, keyin Shevchenko, Gerald, Vitinhani bosasizlarda. Keyin bunda bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta, to'qqizta, o'nta qilasizlar. 1, 2, 3-chi soch olasizlar. İbi o'xshamaydi bu. Чисто over. Nima bo'ldi hozir? İbi nima bo'ldi? Tam fragment vermaydi aytgancha. Kerak. Şans 5 milyon. Merhaba. Neresi bu? Neler Rodrigo'nu men çacağım bir amma. Hoş qaranglar. Hozir sizlar bilan 20 millionlikda ikkita ochamiz. Ana 20 millionlik. Hani 20 milyon? What the fuck? Tekelik bak olamiz.
Ha, aytgancha sizlarga men bugun o'zimni tarkibimni ko'rsatishim kerak. Nega deysizlarmi? Chunki bu meni birinchi videom. Sizlar men tarkibimni bilib qo'yishinglar kerak. Ana. Men tarkibim. Futbolchilarim yo'q. Hatta Pushkas bor. Hech kim yo'q. Qaranglar. Sizlarga hozir Ronaldo'ymi? Bu pakdan tushgan. Chunki bitta sotilmaydi degan belgisi bor. Pushkas pakdan tushgan. Nima kirdim? Pushkas pakdan tushgan. Diallo, Eto, Ture, Beckhamni o'zim olganman. Zanetti ham menga tekinga pakdan tushgan. Bittami Martinesni tashqari qo'ygan, hammasi pakdan tushgan. Ammo bitta tarkibimda sotiladigan o'yinchilar yo'q. Nima qilsak? Ha. Chegin aytgancha bugun. Hozir video pauza qilib turib, tezlikka hammasini o'ynab tashlayman. Do'stlar, Pushkasning gollarida. Qaranglar qanday urganini. Pushkasni to'ra oshirdi. Pushkasga. To'rani goli, qaranglar. Do'stlar, sizlarga bitta yomon xabar. Kanaro ham qizil oldi. Endi hozir ikkinchi o'yin o'ynaymiz. Do'stlar, men oxirgisini o'ynay olmadim. Qas qo'ydim. Ikkinchisini chiqdim. Men kim tushadi? Italiya. Ebe. The fuck? Hozir endi biz bilan deylik tugatgandan keyin do'stlar, uzr. Negadir video zapisim o'chib qoldi. Qaranglar. Bu kimligini bilasizlarmi? Bunichi. Bunichi. Kim bilasizlar? Qaysi biri? Qaysi biri taniqliroq? Javobingizni kutaman. Hozircha videoni pauza qilmaymiz ekan. Qaranglar do'stlar. Nima demoqchi edim? Hozir sizlar bilan deylik questni tugatamiz va yangi tarkib qo'yiladi. O'shani ham bitta baholab oling. Iltimos sizlardan. What the fuck? Niye qo'ydi bu? Kirib. Nima olamaz? Nima deysiz? Yaxshi futbolchi berarmikin, ha? Mening hayolimda qoldi. Menga yaxshi futbolchi kerak-da, baribir. Qaranglar. Agar ana shunda 96 plus bersa, like va obuna bo'lasizlar. Agar 96 dan kichik bo'lsa, hech narsa bo'lmaysizlar. Endi videoni ko'rib ketaverasizlar, xo'pmi? Boshladik. Ana, endi like va obuna bosinglar.
Men sizlarga nima deyapman? Bo'lsa sizlar deyapman. Qaranglar do'stlar, sizlarga bitta savol. Men hozir ID'ni ko'rsatsam, menga durza tashlasizlarmi? Mana men ID'm. Speed'ga ko'rsataman. Mana. Ko'ryapsizlar, a? Ana. Endi mana shunga durza tashlaveringlar. Hozir Lizravel kim turadi? Zanettin sotib Lizravelni oldim. Bitta endi mana shu sotib oldim hozir. Ush, to'xtanglar. Bitta kimga trening berishim kerak? Kimga? Nima deysizlar? Telegram guruh ochaymi ekan, a? Hamma yangiliklarni tashlardim. O'sha kommentariyada iltimos yozib ketinglar. Mana do'stlar, bugungi bizning videomiz ham tugadi. Unda xayr, salomat bo'linglar.